Salom. Bu videoda biz Germaniyadagi mashhur Kaufland supermarketiga boramiz va bozorlik qilamiz. Uyga kelib nimalar olganimni ko'rsatib beraman. Shuningdek, video davomida nemislar ovqatlanganda nimalarga e'tibor berishadi aytib o'taman. Bo'lmasa, qani ketdik, boshladik. Agar Kauflandga boradigan bo'lsangiz, bitta narsaga e'tibor bering. Qizil bilan bo'ladigan bo'lsa, skidkada narsalar narxi, sariq bilan oranjeviy svetda bo'ladigan bo'lsa, keyingi hafta skidkaga tushadi o'sha mahsulotlar. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin, turli xil regellar bor, musli regel, ya'ni xafaflokandan qilinadi, o'syankidan qilinadi, ichida shakar miqdori bo'lishi mumkin, ba'zan asaldan qilinadi, lekin qarab olish kerak. Sog'liq uchun foydali hisoblanadi, lekin shakar miqdoriga qarash kerak. Korni firmasi mashhur firma hisoblanadi. Shuningdek, nemislar mana shunaqa sport proteinga boy regellarni maza qilib yeydi. Men ko'rib turganingiz qizil skidkadagi mahsulotlar. Shuningdek, nemislar mana shunaqa chipslarni yaxshi ko'radi va bizdagi xrustashkilar, nondan bo'lgan chipslar, keyin bular linsendan, loviyalardan bo'lgan sog'lom chipslarni ham yaxshi ko'rib yeyishadi. Shuningdek, nemislarning eng sevgan narsalaridan biri bu mana shu knabber mix bo'ladi, ya'ni xamirdan qilingan, turli xildagi bizlarda avval harflardan bo'lardi-ku, kichkina bolalarga o'shanaqa mixlar kino ko'rganda yeb o'tirishadi maza qilib. Mana bunaqa kekslar, o'zimizdagi kekslarni ham uchratishingiz mumkin. Bu Oreo firmasining keksi 79 sentga tushgan. Oreo firmasining keksini varianti Kaufland tomonidan chiqarilgan varianti bo'ladi. Nemislarning eng yaxshi ko'rgan narsasi mana shunaqa knabber knikebrotlar hisoblanadi. Bu knikebrotlar sog'liq uchun foydali, qattiq bo'ladi, qarsildoq non deyiladi, ya'ni har xil kezalar bilan, pishloqlar bilan yeyishadi yoki avokado bilan yeyishadi. Qariyalar ham yaxshi ko'rib yeydi, sog'liqqa foydali, ovsyankadan bo'ladi. Narsalar olayotganda e'tiborli bo'lish kerak. Mana bunaqa Demeter degan belgiga yoki bio degan belgiga qarash kerak. Bu sog'liq uchun foydali, chunki o'sha olayotgan mahsulotingiz o'sayotganda, masalan, olma yoki nima bo'ladigan bo'lsa o'sayotganda ximikatlar qo'shilmagan bo'ladi. Ya'ni dorilar orqali o'stirilmagan bo'ladi. Demeter bo'lsa qimmatroq, bio bo'lsa arzon. Mana bu ham Demeter, bizlar ham Demeter va bio olishga harakat qilamiz har doim. Bu tabiiy mahsulotlar bo'ladi. Bo'lmasa bu yerda ham ximikatlar juda ko'p ishlatiladi. Bu yerda unlarni ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagi unlar bor, har xil. Bug'doy uni, bu yerda bug'doy uni 59 sent. O'zbek so'mga qancha bo'lishini yozib qo'yaman. 1 kilosi 59 sent ekan. Biz undan olmaymiz. Biz ham mana bunaqa dinkelmeldan olamiz. Faqat Kaufland variantimiz biosidan olamiz. Biosi juda ham yaxshi. Unga nisbatan qimmat bo'ladi. 1,25 sent biz oladiganimiz. Bu Rockenmehl, bu ham juda yaxshi. Mana bu Weizenmehl, bu bug'doy unimiz, ya'ni bio varianti 85 sent. Nargisi bio bo'lmagani 59 sent edi. Bu yerda esa baliq mahsulotlarini ko'rishingiz mumkin. Turli xildagi baliq mahsulotlarini ko'rasiz. Fish tefkin nemislar yaxshi ko'rib yeydi, juda ham ismaloq bilan yeyishadi. Keyin bu yerda pomslar, kartoshka, chipslarni ko'rishingiz mumkin. Keyin ham baliq filelar juda ham yaxshi ko'radi. Iglo firmasi juda ham mashhur firma hisoblanadi. Bu yerda Amerikanikidek katta 5 kilo, 10 kilolik narsa topa olmaysiz. Chunki nemislar unaqa katta miqdorda chiqarmaydi. Shuningdek, halol mahsulotlar bormi deb ko'pchilik so'raydi. Ha, halol mahsulotlar bor. Mana misol halol kolbasalar bor. Mana Kauflandda o'zida o'tgan yildan bo'lib chiqqan. Keyin halol turkcha yayla, har xil kamar degan firmalarniki turkcha yoki sujuk degan nimalar bor, kolbasalar bor. Har xil ruslarni ham ko'rishingiz mumkin. Endi esa videoda sizga nimalar olganimni ko'rsatib beraman. Bilasiz, bugungi xariddan olgan narsalarimiz bu o'sha sizga aytgan dinkelmehl. Juda ham foydali. 630 likdan oldim bu safar. O'zim 1050 bilan 630 ko'p ishlataman. Folgorn bilan hozirda ishlatish sal noqulayroq, chunki u yemaydi uni. Keyin gurka, bu o'g'lim yaxshi ko'radigan nimasi, bodringi. Bu 250 grammi, adashmasam 250 gram. Ya, 250 grammi, buning 250 grammi 1,79 sent. Bizlarda hozirda bodringlar juda ham qimmat. 1,79 sent qancha bo'lishini yozib qo'yaman shu yerda. Ko'rasiz. Aytgancha, bu unimiz narxi 1,25 sent. Xo'p. Mana bu boya ko'rsatganimdek shu chips. Nimadan oldim? Nonli chips deyiladi bu. Nimalik? Sarimsoqlik bu. Sarimsoqlikni oldim. Hozir birgalikda yeb ko'ramiz, mazasi qanaqa ekan. O'zim yaxshi ko'rib yeyman, endi sizlarga ham ochib ko'rsatmoqchiman buni qanaqa ekanligini. Keyin bundan oldik murabbo, malinalik murabbo. O'g'lim yeb ko'rmoqchi, lekin u odatda murabbo yemaydi, shirinlik unchalik
yeyavermaydim. Bu o'zim qilsam yeydim rapolni, lekin buni yeb ko'rmoqchimiz, chunki boya aytgandek Demeter juda ham foydali, haqiqatda hech qanaqa ishlovlarsiz qilingan narsa bo'ladi. Demeter shundan olamiz biz hozir. Xo'p, nudl sho'rvaga solishga, keyin sho'rvaga solishga makaron, mayda makaroncha, o'zimiznikiga o'xshagan. Ikkinchi bu nemislarda makaron bilamiz, makaron farqi nimada? Nimaga bularga ezilib ketmaydi? Chunki bular 100 gram unga bitta tuxum solib makaron qilishadi. Shuning uchun bu makaronlari, nemislar makaroni ezilib ketmaydi hech qachon. Ezilib ketishi mumkin, belgilangan vaqtdan ko'p qaynatib olsangiz ezilib ketadi. Xo'p, keyin mana bu nima? Zaytun oldim, yaxshi ko'rib yeyman. Bu dudlangan tuzlangan bo'ladi. Har xil ziravorlar solib tuzlangan bo'ladi. Shuni yaxshi ko'rib yeyman. Hozir ochib ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Bu odatda turklar shunaqa qilishadi, maza qilib yeydi. Nemislar ham maza qilib yeydi buni. Kechki ovqatda, ertalabki nonushtada juda ham shirin bo'ladi. Men zaytunni o'zini hech qanaqa ziravorlarsiz yeb bilmayman, lekin mana shunisi yoqadi menga. Xo'p, endi ochib ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Aytgancha keyin DM'da ko'p eshitgansiz, Germaniyadan keladigan mahsulotlar bor. Shularda odatda bio mahsulotlar juda ham arzon bo'ladi, boshqa joylarga nisbatan foydaliroq bo'ladi ham. Tarkibi yaxshi bo'ladi, sifati yaxshi bo'ladi, lekin arzonroq hamyonbop bo'ladi. Mana shuni ham olib ko'rgandik, buni ham tatib ko'ramiz hozir. Men hali tatib ko'rmadim, ochmadim. Nonli o'zimizdagiga o'xshaydi, xuddi suxarikka, lekin bu xuddi chipsdek qilingan, juda ham yupqa bo'ladi va sarimsoq mazali, lekin juda ham shirin bo'ladi. Tuzlangan nimanik sarimsoqlik non, xuddi chipsdek, haqiqiy chipsdek mayda. Xo'p, endi nimamiz, zaytunimizni ochib ko'ramiz. Nemislar mahsulotlarini zo'r tomoni, mana bu hamma mahsulotda yozilgan bo'ladi. Hier öffnen deb qo'yadi. Yoki bunaqa mahsulotlarni mana chekkasi bo'ladi. O'shadan tortib shunaqa ochiladi narsalar. Har doim hier öffnen degan narsasi turadi, ya'ni shu yerdan ochiladi deydi. Sizga qulay qilib, ochishga qulay qilib qilingan bo'ladi narsa. Hozir bu nimada ham bor, zaytunda ham bor, olivanda. Ko'rsataman. Men yog'larni va boshqa narsalarning narxini ko'rsatib o'tiraman, chunki bizlar zaytun yog'idan ishlatamiz. Shuning uchun uni ko'rsatib o'taman. Mana aytganimdek, men osongina ochiladigan joyi bo'ladi. O'sha joydan ochiladi. Shunchaki bitta qo'ldan tortib, ham bitta qo'lda chetyapman. Tortib tezroq. Hop, yeb ko'ramiz. Juda ham zo'r. Tuzlangan bodring, xuddi O'zbekistonda tuzlangan bodringga o'xshaydi. Lekker. Hop. Buni narxi esimda yo'q, qanchaga olganim. Adashmasam skidga deydi. 2,99 €. O'zbek pulda qancha bo'lishini yozib qo'yaman. Hop. Keyin biz ham deymikin ham ochib ko'ramiz qanaqa ekan. Biz ko'p narsa olmadik, chunki haftalik narsamizni olib qo'ygandik. Shunchaki o'g'limga bir ikkita narsa olishga borgandik. Nima bo'ladi? Nimadan qilingan ekan? Bu makkajo'xoridan qilingan bu. Makkajo'xoridan qilingan, ya'ni nimadan qilinmagan? Kartoshkadan yoki undan qilinmagan. Odatda ko'pchilik undan ham qilinadi. Bu makkajo'xoridan, shuning uchun foydaliroq hisoblanadi. Ta'mi xuddi O'zbekistonda qaynatilgan makkajo'xorini yeysiz-ku, o'shani ta'mi. Faqat o'sha makkajo'xori mana bu uzoq suvda qolib ketgan bo'lsa, ta'mi sal boshqacharoq bo'ladi-ku, hidi bor ta'm bo'ladi-ku. Xuddi o'shaning ta'mi. Qarsildoqroq, hidi borroq ta'm. Videoga yoqqan bo'lsa xursandman. Keyingi safargacha xayr.